Muşu qavziyatning ig'irligidan har qitim suxonaga kirsa yarim soat tamni tatlab qiynalib ketadigan do'stlarim bo'lib qolsanglar, haqiqat sinoqdan o'tgan qo'llanishchan mazmunni bir napiri oldi bilan mazmunni ko'rishdan burun bosh surat ustiga qo'shish belgisini bizni qo'shib olgandan keyin haqsiz yurakdan birini berib o'tib, inkaslarning chiroylilaringizni ko'plab yo'llab qo'yishdan birga mazmunni oxirigacha to'liq ko'ringlar do'stlar. Aslidagi yulduz belgisini biz saqlab, mush tayyorlab o'limini ko'rib olsanglar bo'ladi. Mushu oshqozon uchayning ojizligini oshqozon ko'payish, qo'saq esilish, yal mangmaslik, o'siranmaslik, ig'ir darajada qavziyatning ig'irligini suxonaga kirsa, qo'saq beka olmay, yomon uzun o'tirib ketadigan do'stlar bo'lib qolsanglar, ma mazmunni xotirli bilib, mushuncha foydalaninglar. Sanatni 30 gram, Jungar guldan 30 gram, pinning ko'kidan 40 gram, badyanni 25 gram, xiyoshambardan 20 gram, taranjibildan 30 gram mushlarni yuqorilarni yumshoq izib talqon qilib 10 gramdan kunda 2 vaqt iste'mol qilib bergan vaqtda yuqorqi suxonaga kirganda ko'zi yo'g'onab ketadigan, qiynalgan ig'ir darajadagi qavziyatga nihoyat yaxshi manfaat qildi. Yana shundaqla men go'shtga va pololaman deganda hasilab yeyman, jamiyalarga qo'shib yeyman, mentanglarni ichaman, lekin yeginim faqat chiroyim chiqmaydi, badanim ojiz, o'riqimni kiyim kiysam faqat yarashmaydi. O'riqim chiroyim qo'riq bek ko'p, qiyri chiroy, qon oz o'ldirib qo'ysam beshim qayda, qachon tekshirsam qon oz deydi, imun kuchim tuvan. Nihoyat oson og'rib qolaman, ishtahim yo'q, tomoq yegim kelmaydi. Jigarning issiq eshib ketgan, jigarning harorat eshib ketgan ahvollar bor. Tomoq oldim gap bo'yicha o't tutib qoladi, tomoq yegim kelmaydi. Nihoyat bek og'irlik his qilaman, hech ish qilish xo'sh yoqmaydi. Bir ishlar osonla chiqilib qolaman, chechalam bo'lib qoldim. Hadisi so'qishlardan turman. Oqshomlari uxlayolmay bek ta'sirlayman. Putimni yotqandan sirtiga chiqarib yotmasam toponim qizib yotolmayman. Chechimbek, maylishi chechimbek tushidi. Men shu yuqori ahvollarga qarata nurg'ulg'an shu immun kuchini oshiradi. Badanni quvvatlaydi, samartir jigarning issiqini qaytiradi deb nurg'ulg'an mahsulotlarni iste'mol qilib baqdim, lekin unumini ko'rmadim. Iste'mol qilishni to'xtatgandan keyin darhol kenim yenib ketdi. Men bir samirsam bo'ldi, immun kuchimni oshirib, saq tursam bo'ldi, qon quvvat to'liqlab shash jonliq tursam bo'ldi, azroq samirib, salobatlik so'ylab bo'lsam bo'ldi. Mushu jigarning issiqini qaytirib, o'sal tarasa sira mijozini o'zgartirib bir salmoqroq bo'lsam bo'ldi. Immun kuchimni oshirib saq tursam bo'ldi. Badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan haqiqiy tabobatning unumini bir kapolat beradigan mahsulot bo'lsa, iste'mol qilsam bo'ldi degan arqanda do'stimiz bo'lib qolsanglar, mushu ustiga chiqarib qo'ygan Ablajon 2777 yoki 173 99 03 2777 unlarni qo'shish orqali bizning unumini bir kapolat yasab berayotgan 42 xil Uyg'ur tabobat ham material shundaqla meg'izlar javridan paydo ishlangan. Badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan oshqozon taljiga börekning xizmatini yaxshilab, oziqliqlarning badanga shumirlashini ilgari suradigan, qon to'liqlaydigan, miyaning as tutish qobiliyatini yuqori ko'taradigan, uyqu sifatini alayda yaxshilaydigan, jigarning issiqini qaytiradigan, immun kuchini oshirib, umuman badanni quvvatlab, badanni takshiy tabiiy samaratigan badan quvvatlash mahsulotimizni sitilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Unumini bir kapolat beramiz do'stlar. Bizning mahsulotni avval iste'mol qilsak, undan keyin baho berasizlar. 5 yil bo'ldi biz unum kapolat degan gapni da'vat qilib, ta hozirgacha unum kapolat degan gaplar mengyapmiz. Demak, 5 yil jarayonida biz bir xaridan oldi, mahsulot unum jihatiga qarab baqmadik. Demak, xaridan norozi qilib baqmadik. Shunga iste'mol qilsa do'stlar bo'lib qolsanglar, 173 99 03 2777 unlarni qo'shish orqali bevosita men bilan aloqalashib, unumini bir kapolat yasab mahsulotimizni sitilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Mahsulotni avval iste'mol qiling, undan keyin baho bering do'stlar. Sizlarga o'xshash o'riq aloq do'stlar bo'lib qolsa, mush mazmun to'liq bir yo'llab qo'ysanglar.